Bu horoz ya tuxum tuğamısa. Ya bunu bir köpek gidolmasa. Şunu olan şu setevettim şu. Ay Bekranka. Tolu yalgan gap qilmanglar. Biz ma çocuğunu setib olgan chaqda 90% mekiyan, 10% horoz deb degivorlashgan. Senigimi shu nisbat bu ish taqtib berdik. Hammasdan horoz chiqishi mumkin emas udan. Degvar tuzganda ilqi mekiyan horozni mında bir-birlab mında armağansizlar can. Bu necha 10 ming çocuğunu qanday arib bo'g'ildi? Ha şu gap şu. Şunlağı bana hammasi horozi man kep qolgan gap şu. Gapni shunda deysizlar. Lekin boqmoq ta'sir qilib setayotganinglar aniq. Bo'lib da biz mish bo'yicha doklad qilaylik. Ammo oxirgi hisobda ziyonni o'zinglar tortisizlar. Biz sizlarni qanday qilsak bayulakin deb yo'lab bo'lolmay avara. Sizlar mushunda qo'shqonga o'ltirib deb aql so'rab avara. Hay. Ondama deb ketmanglar. Avval shunda tursin. Manga mamal yo'q-da. Biz chiqaylik. Voy birden o'tirib, bunda bir choy pay ichib, mavsani o'lta. Rahmat. Haras. Ma qizinglar Ranagulga o'xshash oliy maktabga o'tgan o'quvchilarga hukumat iqtisodiy jihatdan yordam qildi ekan. Xabaringlar bormi? Voy, bu jib bilan gapki-da? Shundaymi? Naq pul beramdiki, ya bundaqiliq depta qalam, 3 oyga tushramdiki. Pul berib qolsa, qancha pul berdi-qanda? Ya Allah Bekranka. Assalomu alaykum deb bo'g'ich 5 ko'mni berdim, ey. Avval bir berib jadvalni to'sh qilsanglar. Ha. Tasdiqlanmamdi, tasdiqlanmamdi. Qancha pul berdi? O keyingi gapda. Ha, men taq nim dedik deb. Bu bir nesi ishkan-ku taqa. Biz chiqaylik. Maqamsa. Bet o'tirib, bizdan choy pay ichsak. Rahmat, rahmat. Bo'ldi. Uzatma. Ama uzatmadim. Bekrahon. Ha? Hükümet ma balaga o'qish yordam pul bersa, bek belashgan bu. Sizlar bir tirishib beqinglar qani. Ma qizimiz Ranagulni o'qish pulini berib qolsa ajab emas. Davatgan gapini anglamadingmi? Ha. Uvago ya bap bol, ya yo'q bol. Ba'zi muago shu 1-2 ming koy berib qo'ydi. Qolgan pulni men yana nega berib topaman? Ay, bu balning kallasida o'tib bo'lgan ekan, to'liq ko'ting'ishimda. Bangini xiyolini qilib berdi. Ana dada, bo'ldi men o'qimayman. Voy, aka keldingmi? Ha. Beserjon. O. Xush xabar. Ha. 100 yil bizga tasdiqlab bergan ya oxiri amalishibdi. Bek yaxshi bo'ldi aka. Uf. Ona bir dema. Ha, uning ustiga u ya cho'ng yo'lning bo'ydi ekanligida. Ha. Suv to'klari shunchalik ravon. Chaycha. Endi zavod qurish ishini boshlasak bo'ladi. Topgan tagimizni doğu tikadigan vaqt kelibdi-da akamda. Shunday qilamiz ukam. Qo'lni kesmaguncha qon chiqmaydi emasmi? To'g'ri. Haras aka, ma Bekrikamning qizi tibbiy universitetga o'tibdi ekan. Ha. Bekrikam pul yo'q, o'qitmayman debdi. Biz shular bir yordam qilib qo'ysa xo'pdi ekan. Bo'ladi. Bu ishni ayrim bir maslahat qilamiz. Ma'qul. Ishini qilaylik. Ma'qul aka. Assalomu alaykum Qadir aka. Va alaykum assalom Bekrahon. Shaman to'lama. Kela olta. Amin. Allohu akbar. Shaman to'lama abdan to'lama. Bekrahon. Ha? Ranagulning tibbiy universitetga o'tganligini anglab bek xo'sh bo'ldim. Bek xo'sh bo'ldim. Anglasam u maktabga o'tmakmi bek tasmish. Qaraganda senin qizing bek aqlli, tirishar ekan. Yama yeri sen u balni o'qitmayman debsan. Pul yo'q demakchi. Shundaqmi? Naq tapla Qadir aka. Sizlar bizning uyning ahvolini obdan bilinglar. Surishtirsam yiliga 7 ming koy o'qish pul ketgan. Uningdan boshqa yana 1 ming koy ivatmasak bo'lmaydigan gapga bunchalar chiqimni biz ko'taramaymiz Qadir aka.
Rast. Sizning öy bu chiqimni ko'tarolmaysizlar. Shu. Lekin balani o'qitmasanglar qat'iy bo'lmaydi. Qadir aka, qanda o'qitma, uyni sotadimi? Gapimni bilma. Senin qiyinchiligingni bilgan bo'g'achqa akşam bola bilan maslahatlashdik. Ra'no Gulning o'qishiga Qayimjon yordam qiladigan bo'ldi. Yaxshi ko'ngillarga ko'p rahmat Qadir aka. Endi patingimga qarz atuvag'im yo'q. Men sana qazir turayli demedim. Yardım qilayli davatime. Yana tehe yeza ketme bu iş qarab turmaydi. Hazır hükümetning vaqt siyosati bek yaxshi. Qadir aka, o siyoset emilishib, pul qo'lga tekkicha kim bor, kim yo'q deysizlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Alaykum Qanday Qadir aka, salomatullomi? Balam. Ana valangli yaxshimi, salomatullomi? Ha, Bakir aka, men sizni izlab kirgan. Ha. Bu yoqqa kirsam, Qadir akamning uyi kirib ketdi dedi. Shunga bir şey kirishim. Atatigan soat 8 bilan Yasin sekretarning ishxonasiga Ranagulni elib bir beringlar. Nima ish bor ekan? Muhim ish bor. Kechikib qolmangizmi? Ha, ma'qul, ma'qul. Dasqal gel. Rahmat Qadir aka. Men oldir aytdim. Muhim ishim bor edi. Men mangay. Unda qo'sa unutib qolmangizmi? Xush xabar bor. Xush xabar? Ha? Ha, ma'qul, 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 ma'qul. Bekraxon, Ha? agentni aldingmi? Qaraganda hükümet qizingning o'qishiga yardım qildigan o'xshaydi. Buningdan keyin ikkilanmay abangni o'qi. Ma'qul, ma'qul. Ma'qul Qadir aka. Men mangay. Ma'qul xo'sh. Qadir aka, men ma Sodiqchani uzib qo'ygan chiqayman. Tamoq ketmanglar, tamoq pishdi. Bo'ldi, bo'ldi. Bu uyda tamoq yemiga uy olmagan ekan. Ma'qul, xo'sh Qadir aka. Ma'qul. Xo'sh. Qizingni o'qishda qildim. Bekraxon, Ha. Nailik Mağrib İdarəsi, Namratların Öyləş İşxanası, Birlik Səp Bilim qatarlıq organlarının təsdiqləşi bilən qızınla Rəna Gol bu yıl 7000 yan oquş yardım pulu erişdi. Bu pul keyinki yıllarıma davamlıq verildi. Biz yana kent maliyəsidən ahval qarab hər yılı muvafiq xarajat ajırtıb Rəna Gul'ның xatircam o'qish bitirishiga to'liq kafolat qilamiz. Yana qo'shninglar qiyin qodir qizinglarning o'qishiga har yili 5000 yan yordam qiladigan bo'ldi. Rahmat. Ay, eskisi yok, eskisi yok. Rahmat. Rahmat sekreter. Okuyamayman. Hamda o qizinglarni o'qitmayman demaydigansizlar. Yo'q sekreter. O'qitdi. Cho'qib o'qitdi. Rahmat sekreter. Endi gap qizinglarning tirishib yaxshi o'qishidan qoldi. Yaxshi o'qiydi. Aqlli qiz. Yaxshi o'qiydi. Yaxshi o'qiydi. Yaxshi o'qig'in nima qizim? Ömrümcün soğuk kayboldu. Biz onu asraf giyme kılın giyip yatmayın. Acaba hoş. Yaxşı oxuq. Kızım, yaxshi o'qing. Ota-onangizning, yurt jamoatning umidini yada qo'ymang, nima? Qadirjon bo'lsa Qadirjon bo'ladi. Cho'qim tirishib o'qiyim. Nima qilamiz? Oldu mu? Oldu. Başları çıkalım. Qadir aka, balni bir uzib qo'yib kelay. Nima qilamiz? Bo'ldi, bo'ldi, xo'p.
Çıkan. Gördün de tatil oldu. Sevir kızlar. Sevir kızlar. Şıkımızlar. Sevir kızlar. Dadam kimdi bu? Dadan hazır keldi balam. Kele biz uxlab reyli. Dadam geldi sumayma. Dadan hazır keldi dedim go. Kele yedi. Dadam telefon kıl kazım. Ma'qul. Dadan telefon qilib beray. Dadan telefon almadı balam. Aldıraş o'xshaydi. Dadam bek o'xshaydi. Şu an telefon almadı. Unda dema, dadan degan aldirash hali qaytib keldi. Juma dadan kela. Uxlashtiramiz kela. Yedi. Biraz akşam telefon qilsam yana olmadinglar. Varangchironda anglamaptım. Sorun dekansizlarda yana. Tunugun shahardagi bir qancha korxonachi do'stlarimni maslahat so'rash uchun tomoq chaqirgan. Yaqinning yog'i uyga bak kech keldigan bo'lib qoldinglar. Ansiraydi ekanman. Qanday qilaman? Tunugun qurilish shirkatidagilar tomoq chaqiribdi. Oldingi kuni bankadagi bir qancha tanishlarimni men tomoq chaqirib qo'ydim. Mening baldur qaytib kelib, sening aytgan tomog'ingni shunday yegin bo'lmasa. Ish qilib salomatligingizga diqqat qilinglar. Ansirma. Zavodning ishi bir boshqa chiqsa, hammasi joyiga tushadi. O chog'da bunda o'ltirishlimi azlab qoladi. Kichik bolam ishdak maktabga ketib qolsa. Qosmam to'q. Tuzuk bir nima yemayli qo'sqim to'q deysan bola. Yigina? Bu balni zo'lsimi qildigan nashtilikmi shunchaliklam? Emas men ishqimga yuray. Ha, meni bilan suyib qo'yasiz, ha? Akşamda badur kesen suyup koyma. Ha? Şeytan. Kechdi ko'rishaylik. Ma'qul. Xo'sh. Hoş. Balduroq yenib kelasizlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, qanday xili ko'nib qolganda qilib turamsiz? Ha, ko'nib qoldim. Ha, yaxshi ishlang, ha. Sinoq vaqtingiz to'shqandan keyin maoshingizni o'stirib berma. Ma'qul, rahmat Qayimka. Ish bo'lsa menga telefon bering, ha. Ma'qul.
hozirlikka keldik. Әмсә бүгінгі мәшқimiz müşəkçi olsun. Hazır həmmіңlar qaytıb, ət degan saat 7-də müşədə görüşəylik. Keçib qalmаңlar, kiminglar ətik olsun. Esinglarda olsun, bu qitimliq şəhər boyunca ötküzülgən körəkdə biz çoxum yaxşı nəticə alsaq olmaydı cümü. Ma'qul əmsə ət görüşəylik. Aynuracığım. Әді біздің шәрге кедіға мен бұл saat қаншыда қайтып çıkmız деп сұратыды. Ət saat 4-lərdə qaytıb çıxıb gəlmizdə qoyuğa. Hər az siz ətə məyləni yandırıb kirsiz cümü. Mina şəhərdə qıldıq azıraq işim var. Mən qap qalma. Maqul. Әді қиым камзасын şəhərdə bir oynatmaq çıkende. Qiymakınız özünün işləri ilə aldıraş. Meni oyuntudğan nədik çol istəysiniz? Mən aldıraşda sədəb işinib jürüyəmə. Tapqan puldan acı-muç xəcləb durun. Bomuz başqalara xəcləb qoyumsa yenə. Nəm deginiz bu fikrim? Çaçaqıb qoydum. Yaxşı oxudunmu? Hə. İmləni getdi. Çirəm. Tapşırıq bədmi? Aşkallah. Rast. Ferhatcan Nevrem'den telefon kelip duruyordu o. Telefon uruvatı da dada. O uramısa biz urup ahvalını sorap duruvatımız. Bek sevindim cuma balam şu nevremle. Eslet işkirde okutmayı, ürünçide okusanlıma bulduğun gepken. Şu bazıda oturup oylap gittim. Şu balam tamıqa günəli kendim o. Musafirçilik tatip atamdıqandı o dep. Musafirçilik dağıtıp Ferhatcan iki şaksız kanunuydu. İşkirinin mektaplarının turmuş şeraiti bek yakşıymış. Okus bütün o yakşıyken. Neydi ki yok olan geplerini kılıp Aynur kızımның dilini çekmen la onda. Vay yax dada, ben bildiğin tulsam. Maqul. Men gep qilmadim bo'ldim ha. Şıdığa yağ yepti o deptiken. Hazır kıyışlık dağıtıp atkan bolsa keyin onun rahatını gördü. Aynur kıza bugün kayımcan ma öy kelemti ya. Kıyımcan kep bulamaz mı ki dada? Yakının yağı bek aldıraşıp git vardı. Dadam günde öy kesçirdi. Gep qılsaq ben anlamaydı. Ötken de anamla vuruşup kaldı. Tat kaldı. Yoqlan yaqmay tapşırıq onşigine balam. Kau bilan qo'noq pishag'an. Ana asla. Acha, ne qonoqdin? Sirim kelslar, maqal. Kızım sizim kelem. To'xtam asos jihatdan bo'pti. Lekin yana ikki mazmunni kirgizib qo'ysak. Qaysi mazmunni? Biri har qaysi taraflar to'xtam xiloflik qilsa, ko'riladigan chora. Yana biri qurilish materiallarining sifati. Chunki men bu qurilishni sizlarga butunlay ko'tarib bermoqchi. Voy buni o'tgan deyish bo'lgan-ku. Eg'izaki deyishdik, lekin to'xtam mazmuniga cho'qim kirsin. Chunki keyingi ko'ngilsizlikning oldini olmasak bo'lmas. Bo'ladi, deganingizdek o'zgartaylik. Anda bo'lsa to'xtamga tuzitish kirgizib bo'lgandan keyin at kelamsizlar. Ma'qul shunday. Voy, vaqtmi bir yak berib qopdi. Misha tomoq yopmanglar bo'lmasa. Bo'ldi, rahmat Yanka. Ishkuningizga ma'qul opda yo'q tomoqni. Bizdan aldiraytoq, biz qaytdilar. Ma'qulimiz tutmadim. Ma'qul xo'sh, o'ylabmanglar. Furkan, sen yezlik hukumatga bor. Uningdan keyin Suhbat texnika nazoratchilik idorasidagi ishni qo'ydi bo'l. Men o'zimsiz berilgan qarzning ishi bilan bo'lay. Anlasam banka boshlig'i ishkirga o'ginishga bordi ekan. Agar u odam ketib qolsa, ishimiz yarim yo'lda to'xtab qoladi. Gulmira, sizmi men bilan bildi bering. Munosabatli materiallarning hammani to'liq berib Agar ashad o'zgartirishga tegishli bo'lsa, naq maydonda bejiramiz. Ha? Ma'qul.
Aka, qo'saqmi ichib ketdi. Endi chiqib tamoq yemdi. Gülmirem iyi keş kalmasın. Shunday qilayli. Gulmira bugun nurg'un materiallarni tarjima qilaman deb toza charchidi. Tamoq yeb bo'lgandan keyin ikkimiz Gulmirani olib qo'yaylik. Ma'qul. Voyoq bo'ldi, qimqa rahmat. Siz qulaq oldi. Ha? Jirom. Siz zavod tarafı bilan aloqalashgan vaqtida bu 200 kunlik materialni to'liq o'rgatib bersin. Shuni xotirlab qo'ying. Manikin yazma, biroq man yazmoqchi. Ha. Kele. Kele. O'tir. Telefonmaylik yapsan-ku. İşxonamni bilgandan keyin kelaverdim. Kelsam bo'lmabdi ya. Ay yo'q. Men yo'qib qolgan bo'lsam qanday qilating deyman-ku. Politinglar tugudimi? Ha, tugadi. Ha. Bu yoq bizning shirkatimizga yangidan kelgan kotib qiz Gulmira bo'ladi. Ha, bu Aynur achingiz. Acha yaxshimisiz? Allaqaytim sizning gapingizni to'liq anladim. Agar ishingni tugagan bo'lsa, uyga birga qaytamdiq deb kelishibdi. Yo'q, ishimiz endi boshlandi. Bir qancha muhim jadval bordi. Men bo'lmasam Gulmira buni qilolmaydi. 2-3 soat ketamiki. Birdam saqlab turg'in. Hey, bo'lmasa bozor aylanib tursangmi bo'ladi. Bo'ldilar. Emas men uyga ketaveray. Kechda sizlar amroq cho'chini qilib qo'yma. Boldiroq qaytasizlar uyga. Men bog'ichi kechib ketamiki. Bu ishni 2-3 soat tugaydi degan bilan shuningda tugamdi. Men birdam deyolmayman. Qaysarjon qaytib kelsa, biz ma ishni tugitib, tamoqni mishadlayamiz bo'lmasa. Emas men ketaveray. Ma'qul. Men ayol bo'lmay boraman. Mani. Qara. 9 mekiyan. Bir kunda 9 tuxum tug'sa, 3 kunda jami necha tuxum tug'di? Jigim yetti. Yep, belli aqlli bolam. Yazamaga 27 deb. Voy. Həcə verib getdim. Tamaq yap oldun ama. Ha. Tüyüb qoyğan çocuğu var, azraq sap bereymi? Yo'q bo'ldi, qo'shig'im to'q. Qiziq bir choy demigina. O'g'lim. Topshiriq ishlab bo'ldingmi? Ikkisi qoldi. Yaxshi. Yaxshi o'qisang, kelgusida olim bo'lasan. Sen yaxshi o'qimaganma? Ha? Men yaxshi o'qigan. Nima shundoq deysa? Undaqsa sen olim bo'lmabsan-ku. Ey shayton. Olim bo'lish uchun qara bolam. Dangliq oliy maktablarda o'qish kerak. Ayni vaqtda mening pulim bo'lmag'achqa oliy maktabda o'qiyolmagan. Ammo sen cho'qim o'qiysan. Baracham bilan ko'rishdingmi? Ash bolani ajab ko'rgim keldi. Harachan esingda bor ekan-a? Nim deganing bu? Albatta esimda bor-da. Shirkat ichib uydagilarning hammasini unutib qoldim-kin deyman-a. Nimandaq gap qilsa Aynor? Aras. Ash bolaga azroq yalimish evat bermoqchi edim, unutib qolyapman. Ata, mush ishni bir esimga sola. Mana, unutib qoldinglar dedim-ku. Qeriga o'xshayman.
Bugün bir iş buldum ha. Acep çırağın sulgun göründü o. Yaqay. Elqi şirketga yangi kelgan katib qiz yaxshi ishlatamda. Ah, yaxshi. İqtidori xeli bo'ladi ekan. Ne? Bunu so'rab qolding-ku. Aslida Qaysarjonning loyig'ini ishlatsanglar yaxshi bo'ldi. O qiz kagil unimisa qanday qilaman? Qaraganda tatınıp qaldı o'g'ay. Aynor. Bugun ajab bir xillik gap qilsin ha? Yaqay, mundali so'rab qo'ydim shu. Yaza balam topshirib Bizning shirkatga ishlar desam unmaysan. Mana endi boshqa bir qizni katib qilib keldik. Sen topdingmi o qizni? Ay yaqay. Akamdan bir ağınıza kapta. Sen kelgan bo'lsang, kunni ko'rishib turdik deyman. Hajabmi tortishib ketding shu choyxonaga. Ben çayxonaga tortishmadim. Sen o'zing o'ylab boq. Ikkimiz to'y qilmay turib men shirkatinglarga berib ishlasam, akani oldida xijilib qolma. Uning ustiga ikkimizmi erkin bo'la olmaymiz-da. O'g'ush. Ay. Uyingga elchi kirgizgan ishni adamga dedingmi? Yo'q dıxi. Endi deyma. Sen yaqin oyonqa bek oldirashib ketding. Qara, hamma ishlar o'zining yo'lida menga berdi. Vaqtida. Bizmi ancha-muncha bidirg'ashtiraylik. Onammi shu meni og'zim qarashliq hozir. Ma'qul. Farida. Bizning to'y qilgan vaqtimizmi kelar? Qana olay. Olay. Bakın nasıl sıklı. Of ben restoranda Adem'den çıktıkta ne yadaş. Sıkı demişip kalay dedim değil mi o? Şimdi ben sana önemli azrak çakır sunduğu bulma. Ay arkadaş çürek sonra Rahmet dadaş, ben asla öykü kayıt olaydım o. çürek olmuşsun. Rahmet oldu. Bir telefonlaşıp ertesi gün ayrıp göreceğiz. Şimdi Arkadaş söylemize bak.你好。你好，麻烦你帮我查一下柯伊姆卡德尔住在哪个房间？女士，很抱歉，我们这里对客户资料是保密的。不是，我刚看见他了。您可以联系一下您的朋友。谢谢啊。不客气。
tushdan keyin nega boringlar? Banka boshlig'i bilan ko'rishgili bordim. Nima? Bugun kayfiyating boshqachilig'i. Yağın sözümenglar. Ben seni mehmonxonada ko'rdim. Sen u yerga nima qilib olgansan? Tex meni so'rab qo'yapsizlar. Men o seni deb bordim. Siz kim deb borgan? Menda gumon qilib qolibsan-da. Maqara, bu mandaq ish. Men banka boshlig'ini izlab ishxonasiga necha rat borsam, u odam ishxonasida yo'q ekan. Boshqalardan surishtirsam, shu mehmon saroyida yig'in qatnashyotdi dedi. Shu odamni qo'g'lab ashyadan topdim. Ortiqcha o'ylab ketibsan. Gap to'qishga ajab ustob ketibsizlar. Bir damda bu gapni to'qib chiqdinglar. Men gap to'qimadim, Aynur. Men rost gap qilyapman. Banka boshlig'i bilan ko'rishadigan odam. O katibni nima so'rab borsizlar? Katib degan ishxonada o'tamay mehmonxonada nima ish qildi? Aynur, men aldirashlikdan qo'limni ishga qilolmayapsam, sen mendan o'rinsiz gumon qilib, menga tuhmat chaplayapsan. Men endi hamma ishlarimni sen bir-birlab do'xlat qilishim kerakmi? Sen mening xizmatimni qo'llamoqda yo'q. Bu shu xizmatni ben qo'llab ketganlikda shu mushta ish chiqdi. Qaysi ayol kishi mendan qo'llaydi xizmatni? Sen mening xizmatimni mushunda qo'llamsan? Men qo'llamagan bo'lsam, sizlar mushalga kelalardinglar. Ben o'z vaqtida san'at o'makda oldin qatordagi usulchidim. Ben sizlarni deb, sizlarning taklifinglar bo'yicha, talabinglar bo'yicha mush yeziga tushdim. Meni kasbdoshlarim televizorlarda chiqib, hammasi cho'lpon bo'lib ketdi. Ben-chu sizlarni balaning bor uyini deb hammadan voz kechdim. Sizlarni iyilik tutmasin, pul tepmasin deb bütün egri yenik ishni hammani o'zimning ustiga oldim. Sizlar ozroq pul tepibchi. O'zgardinglar. Ağzından şu maymak buzuldular. Ağzını yum! Ben sana da qo'yay. Gapim bor deb og'zing kelganda davam. Sen qurban bergan bo'lsang, menmi qurban beryapman? Menmi mush sizlarni, mush oilani deb bütün vujudim bilan igrik tiklayapman, pul tepyapman. Ben ondan çık pulun gerek yok. Ben adli satım olsun. Paketlik bilen bir-birsimizga yüz kep yazsak şunun razı. Men pak yashayapman. Sana 100 kilometrlik hech qanday qilganim yo'q. Meni bilmay deb qamanglar. Aş katib kelganning yağı, sizlar uyga kundi kech kelsizlar. Hili uni, hili bunda bana tapsizlar. Agar ishing olmasa, o banka bilan so'zlashgili olgan demiş o'zing olmaymoqni bilan so'rab borsizlar. Hey, qizning hanzut saviyasi yaxshi. U bo'lmasa bo'lmaydi. Agar ishonmasang, sen mehmon saroyining mulozimat o'rniga berib surishtirib boqsang bo'lmaydi. Sordum. Seni ismol demeske. Akça şu bir maşkanı yatakne. Ağzını istifetlenme yana. Sonumuzdaki bir kızgında kurup hakaret kılıcı olma. Sizler beni olmakçı bu adamsızlar. Urunla. Urup bir kıynavunla toydum ben bu evden. Hey, sen toygan bolsan, ben mi toydum? Bunda kar yüz bulup yaşım yok benim. Aram durup dikenslerde. Aklı. Ben bir gibimle uçuklayayım sen. Acırçıma. Nime? Acırçıma dağıtıma. Boludu. Acırçıdıgan bolsan, bolda acıraştık. Oy. Ha, ana, tinchlikmi? Menmi yaxshi. Balalarmi tinchlik. Shu aldirachlikda vaqt chiqarolmayapman. Men Qaysarjonga dey. Erkinjonni kechda yaninglarga opasin.
Ma'qul. Ma'qul, xo'sh. Assalomu alaykum. Ben sana ağıl geldim cuma fikrim ha? Anam özən gidiverdiga. Çoğun apağın seni köyge sepişmen çoğun kapıraysın ha? Akşam dalarımla anam uğraşıp kaldı. Acırışımız deydi. Nima? Acırışımızdan da? Neymiş kuruştu? Akşam anam katip kız deyiverdi. Katip diyeyim o. Tushundim. Oma fikrim. Çoğunga bağında bu gitme çoğun apağın olan çoğundan herkes demeyeceğim ha? Ne bak. Bulmasa dadağınla anan rast acırışıp gitdi. Bulan da yürü. Acha. Siz herkes hata düşünmem. Bakın herkes undaq adam emas. O kızma pek tirishchan, axloqli qiz. Boshqacha gumon qilmang. Akang istedimi sizga? Yo'q. Erkinjondan oldim. Siz ular bilan birga yurgandikin. Nemish o'g'lini uqmaysiz? Men ba'zi chaqlarda sirtda yurgan bilan ko'p vaqtimda ular bilan birga. Gulmiraning dadisi yo'q, yetim qiz. Uning to'y qilishga kutib qo'ygan yigitimi bor? Endi men akam bilan birga yuray desam, mening qilayotgan ishimni u qiz qilolmaydi. Shung ba'zida ular birga ish bajarib qoladi. Ortiq gumon qilmang acha. Ko'zim bilan ko'mgan bo'lsam, ben ishonmaydim. Kalama kırıp paka çıkaramadım. Her qanday gumonni kalangizdan chiqarib eting acha. Siz bu uy uchun nurg'un qurbonliklarni berdingiz. Siz bo'lmagan bo'lsangiz, akamning bugunimi bo'lmaydi. Bir oilani mushunchalik qilish oson ish emas. Mening sizlarga bek masligim keladi acha. Her qanday gumonni kalangizdan chiqarib etib, oilangizni qadrlang. Azizane diyarım var. Vay, kaç tedep makanım var.